Adliya vazirligi va Markaziy bank tomonidan tasdiqlangan yangi nizomga muvofiq firibgarlar tomonidan rasmiylashtirilgan onlayn kreditlar bo'yicha yangi tartib joriy etildi. Endilikda onlayn kredit olishda firibgarlikka uchragan fuqarolarni himoya qilishga qaratilgan qator huquqiy o'zgarishlar amaliyotga joriy etiladi. Urganch shahar adliya bo'limi mutaxassisi bu bilan batafsil tanishtiradi. Firibgarlar rasmiylashtirgan onlayn kreditlar bo'yicha yangi tartib joriy etildi. Adliya vazirligi va Markaziy bank tomonidan tasdiqlangan yangi nizomga muvofiq, agar fuqaro nomiga onlayn kredit firibgarlik yo'li bilan rasmiylashtirilgani isbotlansa, undan qarz va foizlarni undirish to'xtatiladi. Adliya vazirligi Markaziy bank bilan hamkorlikda kredit va to'lov tashkilotlari, shuningdek, to'lov tizim operatorlari tomonidan jismoniy shaxslarga masofadan moliyaviy xizmatlar ko'rsatishda axborot xavfsizligi va kiber xavfsizlikni ta'minlash, frod holatlarining oldini olish bo'yicha minimal talablar to'g'risidagi nizomni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Nizomga ko'ra, agar fuqaro nomiga onlayn kredit ya'ni firibgarlik natijasida rasmiylashtirilgan bo'lsa va u surishtiruvchi, tergovchi, prokuror qarori yoki sud ajrimi asosida jabrlanuvchi deb e'tirof etilsa, kredit tashkiloti mazkur kredit va unga oid foizlarni hisoblash hamda undirishni to'xtatishi shart. Shu bilan birga, kredit tashkiloti yetkazilgan moddiy zararni frod holatlarini sodir etgan shaxsdan regress tartibda undirish huquqiga ega. Agar kredit tashkilotida frod holatiga shubha paydo bo'lsa, u qonunchilikda belgilangan tartibda tegishli organlarga murojaat qilish huquqiga ega. Biroq surishtiruv, dastlabki tergov yoki sud qarorlari asosida frod holati mavjud emasligi aniqlansa, kredit tashkiloti onlayn kredit va u bilan bog'liq foizlarni hisoblash hamda undirishni qaytadan davom ettiradi. Shu bilan birga, kredit tashkiloti yetkazilgan moddiy zararni frod holatini sodir etgan shaxsdan regress tartibda undirish huquqiga ega. Agar kredit tashkilotida frod holatiga shubha paydo bo'lsa, u qonunchilikda belgilangan tartibda tegishli organlarga murojaat qilish huquqiga ega. Biroq surishtiruv, dastlabki tergov yoki sud qarorlari asosida frod holati mavjud emasligi aniqlansa, kredit tashkiloti onlayn kredit va u bilan bog'liq foizlarni hisoblash hamda undirishni qaytadan davom ettiradi. Shuningdek, kredit va to'lov tashkilotlari, to'lov tizimi operatorlari tomonidan jismoniy shaxslarga masofadan moliyaviy xizmatlar ko'rsatishda, axborot xavfsizligi va kiber xavfsizlikni ta'minlash hamda frod holatlarining oldini olish bo'yicha minimal talablar to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi Markaziy bank boshqaruv qarori bilan kredit va to'lov tashkilotlari masofadan moliyaviy xizmatlarni ko'rsatuvchi axborot tizimlariga kirish uchun foydalanuvchilarni masofadan biometrik identifikatsiyadan o'tkazish vazifasini mazkur faoliyat bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarga topshirgan taqdirda, ular bilan tuziladigan shartnomalarga ushbu tashkilotning axborot tizimida yuzaga kelgan zaiflik yoki nosozlik oqibatida foydalanuvchilarga yetkazilgan moddiy zararlar ularning hisobidan qoplanishiga doir talablarni kiritish belgilanadi. Bularning barchasi fuqarolarni moliyaviy firibgarlardan ishonchli himoya qilishga xizmat qiladi.